Девочки, bugun sizlar bilan Diordan olgan yangi tonalkamni test qilib ko'ramiz. Instagramda qizlarni test qilganini ko'rdim. Rosa zo'r plotni yopadi deyishuvdi. Rostdan ham zo'r yopar ekan. No, bitta nosi bor. Men o'zimni rangimdan oqini zakaz qilib qo'yaman. Hozir qaranglar, 1 2 3 arvoh bo'ldim. Вообще boru. Endi buni kontur u yoq bu yoqlar rumyanalar bilan to'g'rilashga harakat qilamiz. Odatda suradiganimdan ko'proq surdim. Konturi и rumyana sal norma bo'ldi. Charlotte Tilburydan to'g'ri aytdimmi? Shunaqa olgandim, uni ham sinab ko'rdim. Menga yoqdi. Men o'ylardim, вообще effekt bo'lmasa kerak deb. No, bor ekan. Yaxshi. Ana endi suxoy kontur qilamiz, rumyana suramiz. Voy qizlar, qaranglar, to'qroq pudra surganimga o'ziga keldirang. Dior va Gucci. Dior и Guccidan shunaqa rumyana suramiz. Labimni bo'yaganim вообще esimdan chiqib qolibdi, kechirasizlar. Videoni yoqmagan ekanman. И voila, krasotka tayyor.